Abduqodir Husanov dunyoning eng yaxshilaridan biri bo'la oladi. Manchester City tarixidagi eng yaxshi to'purarlardan biri Serxio Aguero jamoaning o'zbekistonlik himoyachisi. Abduqodir Husanovning o'yin uslubi va kelajagi borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Argentinalik forvardning ta'kidlashicha, Husanov hozirda ulkan salohiyatga ega. Biroq jahon darajasidagi yulduzga aylanish uchun unga barqarorlik kerak. Husanov tezkor va tajovuzkor o'yinchi. Uning harakatlari menga yoqadi. Lekin biz uning vaqt o'tishi bilan qanday rivojlanishini kuzatishimiz lozim. Men har doim futbolchining mahoratini, uning darajasini qancha muddat saqlab tura olishiga qarab baholayman. Agar u ushbu sport formasini yana 3-4 yil davomida ushlab tursa, dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biriga aylanadi, deydi Aguero. Shuningdek, Aguero Husanovning jamoa tarkibidagi o'rniga ham to'xtalib o'tdi. Uning fikricha, o'zbekistonlik himoyachining City safida bo'lishi jamoa uchun katta ahamiyatga ega. U hozirda katta imkoniyatga ega va shu zaylda davom etish kerak. Bugungi kunda har yili yuqori darajada o'ynaydigan himoyachilar ko'p. Husanovning tarkibdaligi jamoa uchun ko'p narsani anglatadi. Har holda joriy mavsumda ko'rganlarimiz shundan dalolat bermoqda, deya qo'shimcha qildi argentinalik futbol yulduzi.